o'zidan o'zi pastani uradi. Ana o'g'illarga, bolalarga o'tiradi. 15 ta odam mashinaga kelib, taqillatib, kamerani olib, bu shantajchi, bola battar. Bir nimalar tuhmatlar qilib. Ig'vo, fitna, mishmish. Nihoyatda bo'xtonlari ko'p, yolg'oni ko'p bu xotinni. 6 marta qamalib chiqqan. Men shunday bo'lib ketdim. Endi ovozimni ko'tarib gapirmasam bo'lmaydi. Hammani yig'ib. Nimaga sizlarni ovora qiladi? Nimaga o'yinchoq qiladi? Sizlar vaqtinglar bormi? Joy insonlar o'zingizga yarasha to'q medani. Habibullaga telefon qilib, men mashinadan ketmadim, siljimadim. Mana kameram turibdi. Ko'tarib beraman mana hozir shundoq nima bo'lgan voqeani. Orqada o'tiribdi kameraning tagida, oyoqlari mana qo'y. Nima oyog'i shortida dedim. Pastga mundoq tushib. Nimaga bu shortidagi meni bolammi desam, yig'lab yerda o'tiribdi, basharasini ushlab, uni ichida telefon yo'q. Velosipedini olibdi. Bu uyda o'tirib turamiz, Abdulloh kelgan. Yo, joy insonlar nimaga qamalmaski bu 6 marta qamalib chiqqan. Yana bu yerda qo'shilishi sog'lom odamlarning ichida aylanib yuribdi. Hamma muhitda odamlarning psixologiyasini buzibdi bu xotin. Hammani ig'vo, mishmish, tuhmat nimalarni qilib, fitnalarni qilib. Nima otdog'ing bilanmi siz qizim, nima qiluvdi? Men senga nima dedim? To'g'risini gapir. Men senga nima dedim? Chiqma dedimmi? Gapirdimmi? Nima chiqding? Jon qizim, nima chiqdi? O'rtog'ing mana kelganigacha men ko'tartirib beraman mashina. Men necha marta unamadim. Men ruxsat bermadim. Chiqma, o'shalar ko'cha ularniki bo'lsin, o'ynayversin. Mayli ulab qo'ysin. Battar bo'lgin. Bundan battar bo'lasan, onaning gapiga quloq solmasan. Mana ko'rasan. Bundan battar bo'lasan. Mana shunda qo'li bilan chapsillatib shapaloq urgan qo'llari sinib joniga tushsin, oqarib qolsin iloyo. Bolalarini go'shini yesin. Tuhmat qilib hozir meni bir nimalar dedi deb turib tuhmat qiladi. Nima chiqdi? O'zingni hammaga nomma sharmanda qilib, uyatsiz qilib. Uyat bo'lish kerak, ozgina hammaga o'zingni yaxshi tomoningni tanitgan odam, yomon tomoning nima keragi bor unga teng kelib, nima oldiga borasan, nima yaqin kelasan. Nimaga uni qilding qizim? Aqli bordi-ku, jon qizim. O'zi keldimi? Baqa o't, managa kel, Ulug'bek oy. Podyezdda ham ovoz ko'tartirib meni Ulug'bek juda yaxshi bo'pti-da, judayam ichim ko'ynimdagiday ish bo'pti, yaxshi bo'pti. Ko'ynimdagiday ish bo'pti. Men aytdim, o'g'lim, chiqmay tursin.